Yukarı leksiyanın devamı hürmetlik vatandaş. Muhbirlarını kütübeleş yığını Steban onun riyasetçilik kıldı. Govinga kamerada sürat ki elingan paketler arkalık 7. ayının 3. günü umumu 5 nefer kişi, Vanjiyan'dan başka 1 nefer tercüman, 3 nefer qoğduğucu, cemi 5 nefer kişi saat 12'den 36 minut ötkendi Fransiya'nın Bonkisi şəhərə yetib geldi. Bir yerde saat 12'de kayısı vakit demepti ya geç vakit ya gündüz vakit. Kes saat 10'dan 50 minut ötkendi bunun içindeki 1 nefer tercüman mihmanxana hocayiniga haber kılıp Vanjiyan tamdan yıkılıp düştü deydi. Govingoy muhbirlarını kütübeleş yığında bir qancha gumonliq doktorlarını oturup koydu. Ayal tercüman aşxana hocayiniga dilo ma'lum qilganda fransuz tili bilan kelgisi zaman şeklide Vanjiyan tamdan yıkılıp düşüdü deb dilo ma'lum qilganda hocayin naq maydonga yetib keldi. 3 nefer qoğduğucudan 2 neferi qilib, 1 neferi allaqachon maydondan g'oyib bo'lgan edi. Ciddi qutquzuş ta'lim tarbiyasi ko'rgan mehmonxona xo'jayini Vanjiyanni qutqizmoqchi bo'lganda to'sib qilindi. Bayqadiki qaraydigan bo'lsa, yaqinli yerda qo'g'dug'uchilarning birining qo'lida davolash jingisining uchidak bir nima turibdi. Onundan başqa mehmonxona xo'jayinining so'ziga asoslanganda saat 11'dan 30 minut o'tganda Vanjiyan yanala hayot edi. Lekin Govingoy material pash qilib mundaq dedi. Vanjiyan tushdan keyin saat 2'da 2 soatlik neredeki jasad saqlash uyiga olib etildi. Herkesin başqalar xabar qilgandek doktorxonaga elib borsa, davolash unum bermay o'lib ketgan emas. Yaqinda 2 oylik uskunalari mukammal doktorxona bor edi. Govingoy so'zini davom qilib, gumonlanganligini bildirdi. Saqchi taraf saat 12'dan 9 minut o'tganda maydonga yetib kelganda 2 nefer qo'g'dug'uchi bilan tercüman mehmonxonada edi. Tushdan burun saat 11'dan 30 minut o'tgandan boshlab tushdan keyin saat 2gacha. Nurgulgan cüngülükler hazır izdireksiz gayip bulup atı. Govingoy'un sözü iken mi o? Bet almış kesip kap geçirenler. Nurgulgan cüngülükler hazır izdireksiz gayip bulup atı. Kol gelinip atı. Öldürülüp atı. Sırlı kaldı ölüp ketip atı. Men kişi demegendim o. Yüzdek adam şundak takdirge uçurap atı. Bu esli Govingoy'un emas. Govingoy'un emas, Steban'ın not eken keçirenli bet almış ketip kaptı. Nurgulgan cüngülükler hazır izdireksiz gayip bulup atı. Kol gelinip atı. Öldürülüp atı. Sırlı kaldı ölüp ketip atı. Men kişi demegendim o. Yüzdek adam şundak takdirge uçurap atı. Bu işler adetki bir iş emas. Meyli ayal yoki er bolsun bu işler hatta çıra alqıp yüz berip atı. Stebanon bundaq ko'rsatdi. Govingoy bundaq ishlarga chidab tura olmaydi. U haqiqiy qiyofatni oshkorlab, Jungo xalqining endi qayta Jungo hukumatining, Jungo kompartiyasining ziyonkashligiga uchramaydiganligini kapolatga ega qildi Govingoy. Stebanon bundaq ko'rsatdi. Govingoy bugun muxbirlarni kütübeleş yig'ini o'tkazib, bir yurash Jungo şirketini tanıştırdı. Ve bu şirketin qandaq şirket ekanligini ve bir kechada qandaqlarcha dunyoviy şirketlar qatoridagi bir şirketga aylanganligini, qisqasi kimlar foyda oldi, oxiri bu kishilar orasida nima ishlar yuz berdi tushundirdi. Bu Stebanonning so'zi.
Stepanon hayacanlangan halda munda ko'rsatdi. Bular Govinguyni aldamchi deydi. Ular hatta Govinguyni arz qilib, sotqa elib chiqmoqchi bo'lishdi. Lekin ular o'zining xato qilganligini cho'qon bayqaydi. Govingoy faol harakatga o'tdi. Stepanon texmi ilgirlagan holda ta'kidlab, mundaq ko'rsatdi. Govinguyning Jungo hukumati to'g'risida so'zlagan so'zlarining hammasi paket. Muxbirlarni kutib olishini Jungo Xayxang guruhi sobiq mudiriyat boshlig'i Wang Jianning o'limi, Xayxang shirkatining orqa ko'rinishi Jungo siyosiy hokimiyatining qora pardasini pash qildi. Govingoy Wang Jian o'limining pardasini ochdi. Xayxang shirkati qurilish maqsadini pash qildi. Mavzuli xabar 11 ayning 20 kuni Erkinlik vaqt gazetida e'lon qilindi. Biz uning bosh qismini ayada so'zlabdik. Ya'ni qayta so'zlamaylik, shuni Stepanovning so'zini bosh qilib, uni oxiriga olib tushunishinglarni umid qilaman, hurmatli vatandoshlar. O'zgartay desam, men kameraga ulgurmayman.